G'ijduvon tumanidagi Buktaroy mahalla fuqarolar yig'inida mahallalarda obodlik va mehr-saxovat oyligi doirasidagi obodonchilik ishlari olib borilmoqda. Mazkur loyiha doirasida mahallada ko'p yillar davomida aholini qiynab kelgan muammolar bosqichma-bosqich bartaraf etilmoqda. Jumladan, ta'mirtalab holga kelib qolgan ichki ko'chalar va yo'llar to'liq ta'mirlanib, aholi uchun qulay va xavfsiz harakatlanish imkoniyati yaratildi. Bu esa nafaqat transport harakati, balki piyodalar uchun ham katta yengillik bo'ldi. Shuningdek, mahallada elektr ta'minoti bilan bog'liq muammolar ham o'z yechimini topmoqda. Natijada aholi xonadonlari va ijtimoiy obyektlarning elektr energiyasi bilan ta'minlanishi sezilarli darajada yaxshilandi. Mahalla ko'chalariga zamonaviy tungi yoritish chiroqlarining o'rnatilishi esa hududning qiyofasini yanada ko'rkam qilib, fuqarolarning kechki paytda xavfsiz harakatlanishlari uchun qulay sharoit yaratdi. Yoritish tizimining yaxshilanishi jamoat tartibini mustahkamlashga ham xizmat qilmoqda. Bundan tashqari, hududda ariq zovurlarini tozalash, yo'l chetlarini tartibga keltirish, chiqindilarni bartaraf etish, yashil hududlarni kengaytirish kabi obodonlashtirish ishlari ham jadal sur'atlarda davom ettirilmoqda. Bizning mahallamiz hozir yashil hududda turadi. Biz 2022-yil ish boshlagan bo'lsak, mahallani qurib, biz mahallamizni obodonchiligiga xalqimiz bilan birgalikda ko'p ishlarni qildik. Bulardan hisoblab ularni aytsak, birinchi oq havo suvi bilan ta'minlandi. Qishloqlarni asfaltlashtirdik. Asfaltlashtirishda ham bizni tadbirkorlarimiz juda yaxshi qo'llashib yordam berdi. Open budjet tomonidan yutib oldik. Shuni biz asfaltlashtirishni to'liq qishloqlarimizni asfaltlashtirib oldik. Bundan keyin tozalik, obodonchilik ishlariga xalqimiz bilan birgalikda ishni davom ettiryapmiz. Qishloqlarimizni to'liq transformatorlarni yangiladik. Elektr energiyasini juda ta'mirtalab edi, ularni sozlab oldik. Bundan keyin biz tungi chiroqlarni o'rnatishni boshladik. Hozir birorta ko'chamiz qolmadiki, tungi chiroq bilan ta'minlanmagan bo'lsa. Hamma xonadonlarimiz osoyishta, xonadonlari obod, ko'chalarimiz ham, qabristonlarimiz ham shunga o'xshab ta'mirlanyapti. Loyihaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishida mahalla yettiligi tizimi xodimlari, sektor rahbarlari, tegishli tashkilotlar va faol fuqarolarning hamjihatlikdagi sa'y-harakatlari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ularning tashabbuskorligi va mas'uliyati tufayli mahalladagi mavjud muammolar o'z vaqtida o'rganilib, amaliy yechimlar topilmoqda. Bu kabi sa'y-harakatlar Buktaroy mahallasining yanada obod, fayzli va zamonaviy qiyofa kasb etishiga, eng muhimi, aholi uchun munosib va farovon yashash sharoitlarini yaratishga xizmat qilmoqda.